ömür uzarğansırı qeyrilik meselesi ağırlaşıdı. Hem de hazır muqarrar bir yüzleniş var. Mayli devletimizde olsun, bütün dünyada olsun. Bu nurgun devletlerinin terakki qilgansırı qeyrilik cemiyetiga, yaşanğanlar cemiyetiga qadam qo'yish meselesi. Hem de terakki qilgansırı bir g'alit ish varda, ama şu Chuşanli tug'ut nisbati tuvallab ketdi. Shaharlashgan sir shundoq. Ondan bu fan texnikaning taraqqiyoti bilan kishilarning umri uzrayotdi. Yaqinda bir filmlar chiqib ketdi. 2030-yilgacha bora olsangiz 150 yilgacha yashay olasiz degan gaplar chiqdi. Buni odatga odam demadi. Mushu dunyoning eng oldin qatoridagi cho'ng olimlar yoki tadqiqotchilarning deyotgan gapi. Hamda bu gaplar qaramoqqa mubolag'alashtirilganda qismi bularning haqiqatan asosi bor. Ma'lum asosi bor. Ya'ni mushu fan texnikaning taraqqiyoti bilan salomatlikka munosabatlik, kasalga munosabatlik nurg'un masalalar bag'ansiri mush 10-20 yilning ichida cho'ng bir bo'sish bo'ldi ekan. Bo'sish bo'lgansiri hozirgi kishilarni qiynayotgan rak deymiz, har xil kasalliklar mush 10 yilning ichida cho'ng o'zgarish bo'ldigan bir umid bor. Ya'ni yaxshilanadigan, davolag'ili bo'ladigan. Bundoq bo'lgandan keyin ömürning uzirishi bu muqarrar. Ondan butkul nopus qurilmasligi, yaşanğanlarning ko'payishi bu muqarrar. Bu ikki narsa muqarrar bo'lib qoldi. Yoshlarning, bovoqlarning ozishi bu muqarrar bo'lib qoldi. Endi mishada jamiyatimiz bag'ansiri qeyrilik jamiyatiga qadam qo'ydi. Hatto qadam qo'yib bo'ldi. Hozirning o'zida biz kirib bo'ldik bu qadam bilan. Endi mishada bir masala kelib chiqdi. Unda bo'lsa, mishada qeyrilik meselesi degan nima? Bu nimalarni o'z ichiga oladi? Bizning o'ylay oladiganimiz oldi bilan jismoniy jihatda o'ylaymiz-da. Oldi bilan o'ylaydiganimiz shu kasal meselesi, salomatlik meselesi, badanningki ojizlab ketish meselesi. Mushuni ko'z oldimizga keltiramiz. Uzoq vaqtdan beri mushu birinchi masala. Amaliyotda shundoq. Endi bir masala bor. Bu masala eng og'ir masala emas. Ya'ni odamning salomatligi nacharlashadi, qirg'ansiri. Lekin fan texnikaning taraqqiyoti bilan ilgari kishilarni qiynagan nurg'un kasalliklar bag'ansiri hal bo'ldi. Hal bo'lgansiri umrning uzrab ketayotganligi bu aniq. Umr bag'ansiri uzraydi. Demak, bu jismoniy jihatdagi masala ma'lum darajada hal bo'ladiganligida umid bor. Kelgusida 100 yoshga kirayli yoki 100 yoshdan ortiq umr ko'rayli, bu umumiy jihatdan bir umid baş bo'ldi. Demak, kasalning jafosini tortish, qeyrig'anda badan ojizlab ketish, a'zolar zaiflashib ketish, kasal bilan o'lib ketish ma ehtimollik bag'ansir kichiklaydi. Lekin mayda ikkinchi masala bor. Men bu yerda nuqtaliq ta'kidlamoqchi bo'lgan ikkinchi masala ma'naviyat masalasi. Bu hozir qaramoqqa uncha gavdlanmagandek qildi. Lekin bag'ansiri mushu masala gavdlandi. Ya'ni odamning pensiya bo'lgandan keyingi umri uzargan siri bu ma'naviyat masalasi jamiyatga tafakkur jihatda, ma'naviy dunyo jihatda yetisholmaslik masalasi texmo og'irlashadi. Ham buni hal qilishda hozircha tadbir yo'q. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqalashing. Xuddi boy degandek, ma jismoniy jihatda odam qerib ketsa, kasal bo'lib ketsa, bu bag'ansir hal bo'lyotdi. Fan texnika nurg'un masalani hal qilyotdi. Lekin ma'naviyat jihatda tubdan hal qiladigan undoq unumli usul yo'q. Ham bu masalani mo kishilar ancha o'ylanmayotdi. Xuddi ma kasalning masalasi, qerib ketish masalasi jismoniy jihatdagi masala asosiy masaladek, mushuni hal qilsa bo'ldigandek. Mushundaq tuyulyapti. Amniyatda bag'ansiri eg'irlashadigan masala ma'naviyat masalasi. Masalan, aqliy telefon. Yaşanğanlar uzoq vaqtdan beri buni ishlatmaydi yoki ishlatolmaydi. Ham ishlatmasimi bo'ladi. İlgirgi davrda ishlatmasimi bo'ladi. Ammo yuqum degandek mana mushu bir ish orqali tuyuqsiz o'tirib chiqdi. Har qanday odam ishlatish kerak. Talog'i chiqsangiz ishlatishingiz kerak. Hatto chiqmasangizmi ishlatishingiz kerak. Tuyuqsiz bu bir jamiyatga og'ir besim olib keldi. Bo'libmi yaşanğanlarga og'ir besim olib keldi. Demak,
jamiyatning raqamlashishi, sistemalashishi bumi muqarrar yuzlanish. Bag'ansiri hamma odam mushu sistemaning ichida yashaydi. İlgiri qadimki zamondagidek siz xohlamasangiz shaharga chiqmasangiz, xohlamasangiz darvish bo'lsangiz, taq chiqyapsiz, yez turmushni kechiryoapsiz bo'ladigan davr o'tib ketdi. Bundan keyin har qanday odam xohlasin, xohlamasin mushu umumiy taraqqiyotning sistemasining ichida yashaydi. Yashagandan keyin mushu texnika jihatda, tafakkur jihatda, ma'naviyat jihatda mush jamiyatga yetishib menish bir cho'ng masalaga aylandi. Hem buni hal qilishning tadbirimi hozircha ancha bak umid cho'ng emas. Shunga bundan keyin har qanday yoshdagi odam bo'lsin, 40 yosh, 50 yosh, 60 yosh bo'lsin, boshqadan ugundigan, boshqadan mush jamiyatga yetishib mangadigan, mush ugunish ro'yi bo'lmasa, ma yashanganlar masalasi, qiyirlik masalasi va umrning uzilishi bilan bag'ansir ig'irlashadi.